Sönmeydi hiç kimni Mini bekçin dedin la belki Men aslida mebteği barar Vay buluşlu yürsen ölçerlep El otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsen ölçerlep El otu di barat moçenlep Yaşaşnıyım Tapınım netecep Koyaşnıyım Men sürdüşiyim Mına koyaşnıyım Men aslida levz için barım Vay buluşlu yürsen ölçerlep El otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsen ölçerlep El otu di barat moçenlep Ha? Ma şoförni bir yer burvatgan men. Hozir şoför kelsa 5 minutda mangana. Ha? Nima? Mamay tursin, saqlab tursin bo'ldi. Men şoförga saqlamay. Bo'ldi, men taksi tutsapla mangay bo'ldi. Ne var mı? Şu şumara. Ne bu? Voy. Ha? Sen kelganmi? Nada? Ha, bu joying jimib turam, endi mashina chiqaman, tushib qolay bo'ldi. Stop xapaman, chek to'xtab turaman, tushib olay. Ha, ma'qul. Rahmat sizga, ha? Ha, bo'ldi. Xudoy. Voy, nimaga bundoq jiddiyliklar? Nima bo'ldi odamni jiddiylashtirib? Qara. Nima bu? Ko'rib baqa.
boşrak. Qo'shnilar anlab qolmasin. Ço'lachiq pulni nereden topding la? G'oyibdan keldi, g'oyibdan. G'oyibdan? Aniqroq bir dangla. Bir suvag'i mashinada unutib qolibdi. Sizlar yana kira tatyapsizlar? Voy yo'q. Bir yerga manqandim deyna. Birsi jiddiy mashin to'sdi. Bo'pti, olib qo'yay deb selib olsam, bo'ldi bu gapni qo'yib, ma pulni qanday bir taraf qilamiz, qanday yug'ishtiramiz, shuning maslahatini qilayli. Bu pulni qandoq bir taraf qildik? Albatta egisiga qaytarib beramiz-da. Kalva xotin. Necha vaqtdan bir qachon mushinchilar pul topamiz deb orzu qilib yurgani necha yil bo'ldi. Endi pulni topganda qaytarib beramizmi? Ey xotin. Qara. Ma pul vaqo. Dukkan alayli. Anandikini qag'inga sana vaqo. Tiz jiq. Kim alayli? Qanday? Mening bu puldan faqat voz kechkim yo'q. Necha pulga? 1 millionda qildi. 1 milyon? Bu 1 milyon pulning egisi nima bo'lib ketgandi ha? Yo'q. Hay, egisiga qaytarib o'taylik. Aqsan jum. Xotin. Men sana ma'puldan 100 qo'yib beray. Ma'pulni hech kimga chandurma. Hech kimga dema, bulamda. Voy, mushuncha olajıq puldan ara 100 qo'ycham beramsizlar? Bo'pti. 150 qo'yib beray. Qanday qilsan qilishlar? Ha, basangli-chu, jiq pul beringlar. Mana. Jiq pul bersam qanday qildim? Qanday qildim? Toza Senforaning grim dukuniga berib, Senfora yurish grim buyumlarini olaman. Nazifaning chini qachilarini olaman. Bingshang liq toshqirak yeydigan, ichadiganini liq olaman. Uningdan boshqa vaqo yana chiroyli kiyim olaman, somka olaman, oyoq olaman, attira ilib chachiman. Ish qilib mushtoq pulni ko'tarib, mushtoq chat pul xashlab xonimdan chiqaman. Mana. Sana pul versi vaqo. Mana mushundaq buzib chatsa. Sana vaqo, 150 qo'y yetadi. Bo'ldi. Ashna qilishlar. Ha? O't. Ma osmondagi g'azning sho'rtisiga nanchilab ishmay, vaqtida ma pulni-chu egisiga qaytarib o'taylik. Xudo. Ha? Sadi qanday qilsam bo'ladi? Sizlar ma pulni tiqib olmoqchimi? Ma degan xiyonatchimi? Xiyonat. Xudoy. Ha. Hech bo'lmaganda mush pulni bir oqshom quchoqlab bir yetib olay Xudoy. Ma'qul degina. Hey, bir oqshom quchoqlab yetib olganning nima foydasi? Bu pul bizning emas. Vaqtida egisiga qaytarib o'taylik. Xudoy. Ha. Sen unda deganing bilan bu pulning egisini nadimmi topaman degina. Voy, sizlar mashina tushirib qo'ygan yerga berib qarab beqinglar. Agar u yerda topamsanglar, soqchixonaga olib bersanglar, birdamdan topmamda egisini. Olib beringlar. Sarang bir adashganmi? Mushunchilar pulni xalqaga qo'yib deb chiqdigan shulamda, ha? Shundaqmi bexastachilik qilamdi shu? Adamni mushtaq. Adamni bizramjan qilib mushtaq. Bexastaligini demandigan bu odam. Aras. Boshqa yo'ncha qarab boqaylar. Ha, qarab beqinglar. Nima bu qaysi adreslar, ha? Uy, bir muncha
sim kartochkasi bor ekan. Mana qarab boqay. Oy, hay bunun da telefon numarı bakken o tepedeki. Şumudu? Ha şu telefon numarını vursaklı bulduk o. Muşuma? Ha. Qachon ursam uzlanmaydi aqcham shu. Oy, urpekinglar, urunglar ha. Ha bulunglar istek. Ras urandimi? Ros urunglar. Nere onun zemavatlar ha? Uzlanmasmiki deb. Bek, nim bo'lib ketdi. Bir xil bo'lib ketdi. Gönce çıksıken davatlar ha? Ha bol urunglar. Tartışmanglar. Uzlanib qoldi mana. Isam qil. Isam qil. Pul o bir ötkel. O Almisaqdan ta bugungacha qarindoshlik, do'stlik, mehr vafoni o'z agligida tasqab kelgan. Gerçi pul har kimni har kun soladigan bo'lsa-mu, pul bilan setib olgan bo'lmaydigan narsalar yana oz emas. Men axloq fazilat yuksak kishilarni taqdirlash kerak deb qarayman. Shu sababdan fazilat egisi Barat apandiga Idea korxona boshqarish shirkati va shirkatdagi barliq xodimlar nomidan tashakkurni bildiraman. Tashakkur Barat apandim. Siz bizga o'z amaliy ish izlaringiz bilan nihoyat ulug' bir dars o'tib berdingiz. Keyni o'rindiqqa qarsam, yo'g'o bir so'mka turdi. Ko'tarsam xiligi. Uyga chiqib, shuning bilan qarsam, liqqidi pul. Yamanjiq pul. Men umrimda unda jiq pulni ko'rib boqmagan. O'ylanib qoldim. Shuning bilan ayolimga mesaj soldim. Qanday qilamiz deb? Qanday qilamiz deydi-ku? Bu xalqning pulini olib bermamdi. Qanday qilamiz degan gapmi bu? Deydi. Shuning bilan ras u xotinning deganimi to'g'ri deb o'ylab, shunga telefon qilsam, qoldi. Shuning bilan pulni berdim puliga. Şu bek çoğuşma emas. Şu müşinçlik iş endi bu. Şunu bilan bir yaxshi ish qildim deb o'ylab qoldim o'zimcha endi shu. Shu shunchalik ish endi. Sizga oz bo'lsa-mu bir shirkatni ozroq ko'ngilvatdik, ko'ngil. Voy, unda da qilsak bo'ladi ekan. Qani. Bu qiling. Voy, rahmat. Andiki diyarimizning dаңлык Markston Möteva şirketinden kim şu Kastumburg'dan bir yurish sizga. Kastumburg'dan bu? Ha, Kastumburg'ga. Yaman yarashdi sizga. Buni o'zingiz kiygan bo'ldi. Bek yaxshi siz kim va bek nihoyat yaxshi. Rahmat aka. Rahmat. Aslida lavzi chin bara Vay buluşlu yürsem ölçerlep En otdi barat moçenlep Vay buluşlu yürsem ölçerlep En otdi barat moçenlep Neylem de çıraylık geçimi? Taze havalık. Qanday yaxshi mı? Qanday balchaqlar yaxshi-da? Rahmatlar, menga yaxshi turdinglar. Balam yaxshimi?
Bular bu taqning havası sen suğaq çapan kiyib olsa qo'ldik ya. Kiyib olib, kiyib olib. Kiyib olib. Allah. Qani elib kelganda men mevchilarni. Allah bo'lib Allah. Ha bu yoq o'g'lingiz qo'ndi. Ha. Ha, cho'pchog'ni yigit o'tibdi bu. O'ngib ketdi bu. Nechiz kirding bular? Ha. Sizning balangizmi? Ha? Jiyaningiz kanda? Ha. Uy bo'ylaring bak egizga balam. Biratga mana gap, men 2-3 kun shirkat biza aldirash. İşler ciddi. Şunu ben sizge baştan sonra emre bulamayın. Bana vakaltım inim Reşit. Muşu sayat muşu. Rahim ki. Başta bu. Sizin bir şey ne gün tutsanız bir şeydi ki bütün tarihçiniz iyi bular. Bir şeyden. Sizin ağzınızdan haber aldı. Allah şurada. Tanınızın desiniz bulunacak. Rahmet. Biz avar qilgan bo'ldik da. Ay aka sizning men qilganingiz oldida bu ishim hech qanday ish emas bu. Men bu siz bilan birga tursam bo'ladi deb shirkatimizni biroz aldirashib qoldi shunga to'g'ri tushundim. Ha. To'g'ri. Yo'q. Hadi kızsa meninglar tazisiga o'xshaydi bu odam. Yalla. Bekra kelma. Aman bo'lsa. Mana. Nima ha? La. Tama kül dolar. Abdüzi gül bolar. Yalğız atның çöңe çıkmaz. Çöңe çıksımı tenge çıkmaz. İstikballık karxallağa. Məbləğ salsan ziyan çıkmaz. Güç birlikte, iş ümlükte. Birləsiniz bağı bostan. Her kuydu her kim Senmeydu hiç kim Beni bekçin dedinla belki Men eslide metteği barar Vay buluşlu yürsen ölçerlep El otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsen ölçerlep El otu di barat moçenlep Yaşaşlıyım Tapınım edeceğim o yaşlıyım Ben sırdışıyım Mına kıyaşlıyım Ben eslide levz için barım Vay buluşlu yürsen ölçerlep En otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsen ölçerlep En otu di barat moçenlep Minələmən bu abla. Vay münfaq buğan deyimən mən. Ay işin olmaydı. Datça. Münfaq da toxta. Vay. Münfaq.
Bo'ldi, minmaychi. Voy, o'zingni miningni bo'ldi. Ya. Ey, balam siz bulamam. Ay, o'zing mina bo'ldi. Vay, çıkma vay, işin baba. Hemeden çıkmazsa. Biz bakayım. Biz çın tutturmacı var. Ha, çın tutturdu. Yo, nimden korkulgandı. Boş tasmadı. Voy, asla koy. Voy. Voy. Belimning saqiri yo'q. Hey, men endi ot minmayman juma. Tuligim baq o'qib ketdim. Tas qoldim bog'i, otni yiqilib o'lgin deyman. Acep içidimas adam kensizler. Ha? Oy hemmeden minivatıdı şu atni. Takip gelgendiken at minip oynap ketmem yok. Ballıçılık mı bulamaydı kensizler. Aş ballıçılıkta at degen ne? Çaptırıp betlergin çıkırıp itip vardı. Hey. Minsanglar ikkiman mininglar. Mana men minganga o'xshash. Bo'ldi, men minmayman. Bizlar o'ynanglar o'xshash. Hey? Ha? Bular ko'rinmaydi-ku. Oy Marishcan'ın oğlu bilen Bilal bek çıkışıp kaptı. Şu tağmıta bağın çıkıp karşısını göstermeye atıldı bu bala. Shundami? Ha, bo'pti. Taqib kelgandik, o'mtaroq o'ynayapsiz, ne? bek oyunu vardı cuma, bek oyunu vardı. Hay. Marishcan ondan adamliken, yaxşı adam bo'lganken ürümçük berip kalsa, öýgü başlap, tazı mehman kılaydı cuma. O. Allah benden mando pul tepelip qaytib bergechga shun qilib qashmavi. Yaxshi desa o. Mana meni desa oldu. Niyetimiz durus bo'lg'achqa, mana bugungi kunda bizning yaxshiligimizga yaxshilik yenib, shuning kuchlik izzat hurmat topdik-ku mana. Shu magi to'g'ri bo'ldi. Rasxuta. Anday bekti market. Kechda yo'lda taychiman. Ha shundaq izzat hurmatlarini qilib, mishak chiroyli yotgan ko'p raslab bergankin, gapni asqib mishak yatsizlar. Voy sen beni bil yetayotgan 15 yil oldu. Bir qatib talab yatsam nima bo'pti? Voy. Nerede gapni qilib kelsizlar? Voy, nerede yatsam yetinglar? Oy. Haqqa. Qara. O yotqanning ichiga bir narsa kiryapti. Ha, matrapda mushuk chiqdi aka, ya mushuk kirib oldimi ya? Mushuk? Ha, mushuk. Uqmadim. Ishiga o'rin ko'p solib beraymi? Ichiga kirib olamsiz? Ya. Bu mushuk bo'lsa, mushukni qo'rqmayman. Ya, İşim olmaydi. mushukni yana yaxshi o'qiyamay qolmay yana. Ya, bo'ldi. Mushuk bo'lsa, mushukni qo'rqmayman. Siz kim uxlaring Bo'ldi, ma'qul, yaxshi aram elanganmiz, ha? Ma'qul.
Oy ne oldu? Oy ne kalmazdı? Oy akam oynamak kelgan mehmon. Oynamak kelgan mehmon. Kızalım korkudu. Neyim kıllam keçini bir talan neyim badayım. Canım ketken tas kaldı. Korkudak ben neyim baki badan gel. Ay o bir nereye çıkan şu. Arkadaş, kızlar yok ku. Biz korkusu yok ku. Resim düşmüş de taktik ekendi o adaş. Rosada. Akşam yıldızınızda uykum olmalı akşam biçarına. Oy şimdi yine adaş, benim korktuk canımın aldığı vakimiz. Hayır adaş, alsam yanın lobini rüştün. Muşu tağının iç tarafı şundan peyzi şakıratmak ya bir kilo mu? Şakıratma? Oy baraylı adaş, menzir görümüzdüm sen tak neymiş küçükümüz. Barlı. Jürünla kızlar bir kiloyla. Jürünla. Değil misin o? Çıraylı yala olsa bizim berip oynap kilaylı. Bu tağ degen oyunu kıl çıkkandı eken. Keni mi adam? Vay baratkam yaman qiziq odamku aka. Akşam uxlay deb yotsam, voy qutquzinglar deb vaqirdi. Yugurib chiqsam, nima bo'ldi deb chiqsam, yotqiniga mushuk kiryapti. Shuning bilan aqrin 8 kap ketib oburniga chiqsa, ma kigizoyda yotgan mehmonlarninki birisi oburniga chiqibdi ekan. Shuningdan qo'rqib ketib, kecha-kecha vaqirab uxlamadi deyman. Oyey, vay. Et degeni ne yuqap kettin la? Şu qarsam ikkingni uxlagan turibsizlar. Do chiqib tag'ilni bir aylanib kelay deb aylanib keldim. Aras qara. Mata tosh olmalı va to'da o'xshab ketgan. Set biramsiz desam, boqaq uzviling deydi qarab. Bizni uzib oldim. Ürümtüdü yok ha? Bo'lgan bilan pulni sotadi ne xotin. Hey qaranglar. Abaycha etgen naşlıqda bir neçe qız valla. Müşeş etrafta var o taz çıraylık bir şakıratın ba deyim. Açtan. Bek çıraylık ke. Bilal'ını elip bir berip körüp kemen de. Shunda qilayli. Şunda qilayli. Juring. Bek çıraylık deyim. Bek abalık deyim. Oqat qildim sahar kechgacha pul topayda bardosh etguncha otitingla mo'chan nakcha men aslida mo'tvar boram vay buluşlu yursam o'lcharlab el oddiy barat mo'chanda vay buluşlu yursam o'lcharlab el oddiy barat mo'chanda Akas bulup yalgan yavdaqtin Lay deb namrat ataqtin Akas bulup yalgan yavdaqtin Lay deb namrat ataqtin Toğra yaşap keldim uzaqtin Ben aslida qaddir usbarat Vay buluşlu yursam o'lcharlab el oddiy barat mo'chanda Vay buluşlu yursam o'lcharlab el oddiy barat mo'chanda Vay buluşlu yursam o'lcharlab Örgülüp oynay, laylı kalla, örgülüp oynay.
Ma tamaqni yep boplam. Men näs kerekni yig'ishtirman. Vaqtidichu uyga ketaylikmi? Voy. Bu yani bek yaqtirib qoldim. Bir necha kun ortiq turayli deb tutinglar. Tuyuqsiz o'zgarib qoldinglar. Voy, sizlar bilan shuncha uzun yil uy tutib, sizlarning usul chikanliklarini bilmaydiganman emasmi? Sizlar usulni o'ynayapsizlar. Ha. Hamma mening uyim buzilib, men asiz qolmay yana vaqtida vaqo ketili. Bo'ldi. Xapomoqda bo'ldi. Bunda bir qiziqchilik qilib o'ynab qo'yganim tursa o. Qiyirganda qiyir tatuq, qiliqlari ondan ortiq deb. Ha, sizlar mundaqlam usul o'ynayapsizlar. Amsichu, men boshqa ketib turay. Siz bir necha kun usul o'ynab, usulga qanğanda keynimdan boramsizlar. Bo'ldi. Xapomoqda. Ketsekmi, ketayli. Ilmo bir 3 kun bo'lib qopda turayotgani. Uning ustiga do'konnimni taqab qo'yganim bir necha kun bo'ldi emasmi? Ziyon chiqmasin, ha? Rishchalim yaxshi odam ekan, shunda chiroyli kutdi. Izzatimizni bilib vaqtida ketib oladi. To'g'ri. Voy, keling. Faqat qishab qolmaysizlar. Voy, nima gapni qildi ekansiz ukam? Shunda obdan kutib atsanglar, zerikib qoldik ay sholamda. Bizmichu mush tamoqni yeb bo'liblar. Nas kerakni yig'ishtirib, endi uy qaytayli deyishyapti. Shu. Sizlarni biz toza yaxshi kutmay qoldikmi nima? Yana bir necha kundan keyin maqsanlar bo'lmamdi. Voy, ukam, rahmat ilmo nayt obdan kutdinglar. Ras. Qaytayli. Tag'ini sharaiti, shavnigrik yaxshi emas. Yaxshi kutamay qolmasa xapomonman desa. Voy, anda dema ukam, bu sharoitinglar shunda yaxshi kelmasmi? Aras ukam. Sizlar Urumchiga berib qolsanglar vaqo. Cho'qim izdanjimi? Biz endi bundan keyin urug' tutgandek bo'lib ketamiz. Shu, cho'qim izdanlar. Qiziqcha odam ekanlar. Amal qilib qoldim sizga. Shunda. Rahmat. Allah. Elg'a. Voy, Hilimdek avar qilyapti. Yana kim turasizlar aka? Bo'ldi. Voy, rahmat. Avar qildim. Voy, rahmat. Qaytib oldim 3-4 kun bu tag'ini havasidan qo'zg'alanmay. Rahmat, bek avar qildi. Bo'ldi. Maqla, biz mangaydi maqla. Aras. Ma bir yaqin atrofda bir gaz qachlaydigan yavamdi. Maypon kutib aka, mashinangizning ovozi boshqacha turdi. Mayjal bo'lib mangamsiz ya. Ha, bo'ldi. Buning amalini o'zim qilay. Bo'ldi. Maqul aka. Maqul. Rahmat. Voy. Ha? Bilal qana. Voy, allaqacha mashinaga chiqib o'tirib bo'ldi deyman. Mashinda bu. Andas bo'pti demsa. Maqul. Astirib baqani beringlar, ha, cho'qimizdanglar bizni. Bo'ldi. Rahmat, bek avar qildi. Maqul, xo'sh. Yo'lni qarab menlar. Maqul.
Maycalab baksak mı boptuk ha? Abalam. Bu gazlı adam ya, can gaz katmagan. Kımsa bir şakal tutam adamda. Ay tuzu kemavatı da. Hocam. May deb ketding. Mayga pul ketadi bunda xotin. Ay qanchalik ketadi, bir aqdim nim bo'ladi. Jeb qotil dedinglar. Mashinam chotiq bo'lyapti yo'lga. Çatığı yok. Men otman bana. Ha, mangdi bo'ldi. Voy aldirmay manglar ko'zlari qarab manglar. Hocam. Oy, adam qo'rqatmay bir chiroyli manglar. Vaqirmay o'tiranglar adam jiddiyleştirib. Voy adam hamdi o'yini qil chiqdiqdek adamning yuri. Hocam, voy. Hocam, qanday qilaman, hocam. Ay şimdi. Oy, aldırmay. Oy, ne bu da bıkık buldu mu? Başına. Hocam. Oy, hocam. Oy, bana. Oy, nim boldandı. Voy bol Recep bir tolu gap qildingmi beshimdan artib. Oy. May deb. May deganda pulga keldi xotin. Oy, bir aqatim qilqashiganga nim bo'ldi. Necep? Mashina haydayotganda tolu gap qilaverasiz, mushta bo'ldi. Ha, ma'qul gap qilmadik. Oy, yurunday ming qatim salom qilib badanni. Bu dadamning qiziqligini qanday qilamiz? Shunda aldab turdi. Oy, yerim chiqoq liyli birdi. Tolu gap qildi, ey. Ko'turda demdi. Gap qilmayın. Chiroyli keldi. Kechirim basa qildi. Haq deganda boshqa g'alit ovoz chiqyapti-da. Shu gapni anglamaydi. Oynag'inmiz, buloq bo'ldi deydilar. Voy tol qotilmay turmay mağamiz hazır. Ma'qul. O'tamaydi bu. Gaz kelmayapti-da. May bo'lgan bo'lsa buni bo'ldi. Budun maycalaycı, Recep tulu devedim may depti. Mayını üzerine işlep çıkargan da. Şunu kendi iştip bakalım. Ay bana! Oy küçümüzün iştiratı be! Hocam! Oy! Al! Oy ortadan alıp çıkar! Hasta edigini de aldık qara. Çırak yanınız kandak kılma. Oy neymiş bu cıraqaya çıkırıq adam çıraqında şir bakmayın ha! Buzlup kaldık aslında. Oy emiz asta mangsla. Dikkat qilinglar, ko'zini yo'g'ay chiqchi mi? Va bexatarlik pek muhim ha. Qarong'i bo'lib ketgan bir chiraq qandoq mang'il bo'ldi deyman. Ha, o'zi, bir to'xtasam. Oy. Mashinaga may qachirab mang'ayli desak, u nima? Tas qaldiq mana. Tulun aşıda vermekine. Can ağrıp Lama atkanda. Doğran içmegenden doğrunu. Ala doğrunu ala. Boynum peki hareket var da.
Mana deb turmay qo'limni ko'tarolmasam, ishkizib qo'ymamsiz bunda. Voy, mana. Bilmekte basık tepmekte. Kulüp git bana. Kızırak bir sakaysan. Başımdan nerede kellikten bir haber topsam oldu. Voy, bir canları bile bozla. Voy can, voy maşını bile kanmay. Voy can boz cihan aş boz kazan dep. Tiken, Sen anda diyen bilen. Ma ziyanga tushunmoq tezken ziyanga. Oye, aras. Xotin. Mening yatakta yetib qolganligimni ko'rgan bilgan, tonish bilish. Qo'lim qo'shni urug' tuqqanligi deb qo'y. Yatakning nomerini aniq deb yo'qlab kelsa. Azroq olsun bir ziyon to'liqlanib qolar. Voy ma'qul. Mana. Asla. Oy. Voy. Qadirma. Men qildi yaxshi edish. Yaxshi. Yomon emas. Nima? Voy boynum. Ha? Hop talaş. Voy, ne bo'lapti? Voy, ne bo'lapti? Maşını bırak kılıp bir moçakını tapkanın tayını yok. Ziyanlan tat düşüremem. Adaş, qandiroq avaling? Hali yaxshi adash, hali yaxshi bo'lib qoldim. Mushu ma'ldikilar barat tugab ketibdi desa ko'nglim yerim bo'lib, darhol kelsam, bu sopmusoq o'tirsan adash. Yo'q lan, nima qildi ekansan? Mushta gapning hammini sen topsan jumo. Brat, men doktorxonaning davolash haqi to'g'riliq ancha-muncha baho talashmoqdammi? Tanışkan bilen akmaydiken tanışıp baktım. Düşmemeydiken mi? O birer moçamı çürtmemedim ha? Düşmeydiken. Yani çak kılatsın. Ey Berat. Ben sana ne çıkartayım dedim. Maşına sal konurak gel. Bunu remote kılıp chesti kelip onundaki yolgu çık dedim. Sen fakat anlamadın adaş. Bana emdi boldu ma? Ben doktorun yasan mı bir muğuç çıkımda bulursan bana? Adaş. Sen onda deginin olan. Remote kanı kapası. Tağadı bir pul deydiğen kalkken deyim o. Bu onda pul toşu. Adaş. Remote kanıga şu pul alıdı, bekağ remote kılmaydı. Sen ançı-mıçımda bağın talışalıqanken onu da bunda ben çürülaytan emez ma? Onda deginin olan talaştı. Men de mi çüpey bildik? Muş dünyada sende mi yamarağı bağ mı ki? Oğa çıktı. Yamadığını çıktı. Vay. Bu ayağın yok bu. Bu ayağının şu maşın içinde bağda bağlandım bu. Vay bağda. Oğlumun bağda. Onun ikisinin ki yarısı yengildi degine. Ola çıkıp gitti. Abi ne diyorsun? Durma hiç pul gitmem daha da. Orası. Eğer ulum yatkan olsa sen ilgirken taza. Taza bularken de. Ya adaş bu arada çak çıkımına koyup adaş.
Arkadaş ben bana azrak işim battı. Bırak bana ağaç gelipten. Vakti iş bacıma bu hem yerini fayda kıldı ki. Bo'ldi adash. Ha? Turmochi birdim ko'tarib kelibsiz, rahmatchi man sana. Adaş, mushunasidan ko'tarib kelmagan bo'lsam chiroylaring boshqa tatrib kitob o'qib taqsan. Chaqchaqama. Men qamsa o'zdan davolangan. Men azrak ishim bormi? Atlan kelmayman. Rahmat.姐，你好，我找你啊，正要说点事儿呢。说什么事儿啊？巴拉提哥的病怎么样？好点吗？完全好了，正准备出院呢。太好了。那个，我们最近啊，社区工作比较忙，我也没去医院看看我哥，真的太抱歉了。哎呀，谢谢，社区工作人员忙，我们都看在心里了，看在眼里了啊！你们够辛苦的，谢谢你们的关心。姐，我还要跟你说个事儿呢。这个咱们小区啊要搞卫生大检查，咱们楼道呀、地下室呀堆的这些衣服呀、乱七八糟的东西，该扔的就把它扔了。哦，好的，我待会儿回来呀，把整个该扔的都扔掉，好，把地下室打扫得干干净净。好，谢谢你对我们工作的配合和支持。配合社区工作人员是我们的责任，应该的。好呢，今天呀风大，出门注意安全。好的，那好，再见。好，回头咱们聊。好，回头聊啊，再谢谢见你啊。Asrak. Doktorxonaga yetib qolganligimni bundoq tunish bilish, qulim qo'shnilarga demiga o'xshaysa. Oy dedim. Uchirganli odamga 10 necha odamga uqtirish qilib deb qo'ydi. Desam, ana ikki odam kelganda. Oy, hakamisa zo'lab yo'qlatqizamtilar o'zlarini. Voy, bo'lmasa ba'g'u, men radioga, televizorga, salonlarga bir e'lon berayli, sizni og'rib qoldi deb, ha? Hey. To'lib ketganligim buni. Mening demoqchi o'g'lim, men bor doktorxonaga yetib, nurg'ulg'an chiqimda olib ketdim. Akaga bir naq pul ko'tarib kelsa, men chiqimni azroq bir pul to'lay degan gap. Lekin shuni o'ylagandek bo'lmadi. Evet. Doktor bizimki qo'shni binodagi baxtiyor og'a. Ha. O'tgan yili men uni yo'qotib qolganda, olib qolgan edi. Quvvat topqani ko'tarib ketib qara. Meni chupaydi. Menda chupaydi ekan bu. Oy, siltiq o'zlaring chupayliklardan faxrlanib ketdimi? Evet. Qosimjon bilan Osimgul. U dedingmi? Oy, dedim. Mitbullovni aytdilarchi. Oy, hammasiga dedim. Oy, meni yo'qlab kelsin deb ulug'i umid bog'lab kirishib olmay, bir tomoqlarni yeslar. Aldırma isle. Pulun cüzdanı tutup çay koy. Oy, ma'qul. Chaynab, yumshtib turib yuribsizlar. To'la gap qilibchi, ma'u polo gallarga turib qolmisin. Aldırma islajimi? Qolib ketmisin yana. Asas. Oy. Tılsım toprak bağını. Oy, aldırmışlar. Hemmisini. Aldırmadım.
Hey, stop. Bekle. Ha, mani. Ne sapır sapır. Ha, mekilanga yeni battı. Kila. Aş ne? Aşın ha. Aş götürüp çıkma. Stop. Ha, stop mekilanga. Ha. Andi savatni qilishlar. Hech pul bersiz? 5 koy. Aram 5 koyma? Ayya. Yey. Ayya, o shuncha olacak o berish kuch. Ha 5 taldek narsa berdim men. Ha tuzib kep qiling ha. Ana 20 koyma. Ha, ma'qul, 20 koyib oldi, ha? Ma'qul, keyin bir ming sizga berma. Tamma kültolar. Abdülaziz Gülgolar. Yalğız atның çöңe çıkmaz. Çöңe çıksın tenge çıkmaz. İstiqballık karxallağa. Məbləğ salsan ziyan çıkmaz. Yaşasınlar her koydu her kim. Fenmeydu hiç kimni hiç kim. Bekçin dedinla belki. Ben aslida mertehi barar. Vay buluşlu yürsem ölçerletten otu di barat moçenlet. Vay buluşlu yürsem ölçerletten otu di barat moçenlet. Yaşasın, tapınım ne diyecek o yaşlıyım. Ben sırdışı mına kıyaşlıyım. Ben aslida levzitin baram. Vay buluşlu yürsem ölçerletten otu di barat moçenlet. Vay buluşlu yürsem ölçerletten otu di barat moçenlet.巴拉提哥，你病好的这么快，真替你们感到高兴啊！哈哈，太感谢了，太感谢了。这个蛋白粉，你出院以后和我姐要坚持喝，对身体好。好，谢谢。刘书记啊，你们的工作那么忙，还得出时间来看我。你看，巴拉提哥，你跟我就见外了吧？我们是好邻居呀。对。我姐呀，昨天干了一天的活，太辛苦了。你们在大扫除啊？这2天小区啊卫生大检查，我姐一个人又是楼道又是地下室，干了那么多活呢。哎呀，太好了，卫生好，身体好啊。对，卫生好，身体好。哎，你说什么？你们在整理地下室啊？对呀，我们打扫地下室呀。哎，Yeras uyunu retuldun mu? Uyey,
ahali komiteti yerastı uyini, koridorlarını paks tazlanglar. Gereksiz narsalarni tashvitinglar dedi. Ha? Voy bizning o yerastı uyimiz uchun muzeyxondek bo'lib ketibdi ekan. Sil chashqandek hamma narsani yig'ib elib. Nimalarni tashlab o'tding? Voy shu, voy nim bo'ladi? Hali bolamiz kichik vaqtida haydab o'ynagan kichik mashinasini, o'yinchiq mashinasini askarab ketibdi ekan. Yana bir eski chapan baki tashyapti. Chapanimni tashlab o'tdingmi? Voy u eski chapanni kim kiydi? Tashyapti. Ey! Chapan bog'o. Mening bir umrlik qon terim to'sa. Bunda chizilishlar. Voy nega bordayna, nega?姐，把那个这怎么了？这是？哎呀，你知道呢，不就是一个破羽绒服吗？扔掉了，他还紧张的不得了。什么说那个破羽绒服是他一生的心血？破羽绒服怎么会是他一生的心血呢？你看。Ish bulam. Dört xutundan qilayotgan ishini qara. Ish bulam. Ish. Yaşlı biri. Ha? Aman chapanni kimga berib o'tding? Bir eski tutishig'idan bir odam ketgan, shunga berib o'tdi. Kalva xotin nima deydiganda, uning ismi nima ekan, uyi nima ekan? Voy, uni men nim bilma. Ey, telefon nomerini bilamsa? Yo'q. Qiyomat qanday raqamka? Voy, u shu sizlar taqdimotlik keldi ekan, o'z o'roq egiz. Ay shundoq bir muloyim bir odam ekan-ku. Ey, chapanni olib qayoqqa ketdi? Voy, uni men nim bilay? Voyjon. Voy bir eski chapan-ku. Voy bir eski chapanga mushuncha olam qilib ketgan bormi deyman. Ey, tul ko'tildimay, men gapimga javob bera. Uni kim boshlab ketdi ekan? Na ketdi? Uning kim boshlab kelganini men nim bilma. Ish qilib qo'rodi bor-ku. Davomli eski tutun jig'ib turganini ko'rganman u odamni. Dört xotin.姐，这巴拉提克怎么我打招呼他不理我？哎呀，他可能去找那个收破烂的去了吧？他就是找那个羽绒服，旧羽绒服。收破烂啊，旧羽绒服。哎呀，姐啊，那件羽绒服肯定有事情。哎呀，就那么一件破羽绒服，能有什么事情啊？这羽绒服肯定有故事。
aldın mı? Nimini tapıdı nimini? Otan. Ha? At çapanını taşlaydığa vaxtıda mendin bir soru versen bulmamdı deyme. Oy bir eski çapan o. Bir eski çapan muşunca qıp ketemsizlar. Ya o eski çapanda bir iş barmidi? Neymiş bulattı? At çapanın içinde pul vardı pul. Pul vardı? Neç puldu? Neç puldu? Top doğru. 100.000 köy vardı. Neç pul? 100.000 manda 100.000. Oy, ne oldu kota? Oy. Otan, kucağınaca. Oy, kucağınaca ne oldu? Oy, ne oldu sen kota? Oça kucağına. Ne oldu değil mi? Otan. Bayınımdırlar. Ha eski çapanın içinde 100.000 koy pul var dilim ha. Bu geplerini koyup duraylı. Sabiyatın illiktir saymallar satılga adamını bir yerde kögen degende kıgantın. Nerede kögen, kaçan kögen sen? Ben almış olayım ki Asya'nın telefon numarını bana belgesi. Kılıttı. Vay bana. Vay şarkın. Bana yançkon. Bana. Tırını çaynap yürüyecek. Maldırak desem oğlumda kaça. O eski çapanın ışığı 100.000 koy tıkıp koyganlıqsın ben bilmişsem. Numarını verse hoşumakta yok. Sen onda digninle bağı at çapanın bir yere taşı etse yağı bulmuşsa çapanın içi bunu bilip kalsın. Kanda kılımız. Bu gepte endi bana dem lan. Bolduk hemen telefonu vurup bakay. Pulunu yuşurgan bu gep neymiş koydum aptı ki. O cimtire. Bu cevapını ne kapırttılar? O cimtu ezip gittim neyine? O pulunu ben de yuşurup. Aldım ha? Oy! Qandavalınız yaxshi mavda tutdingizmi? Nimazga chimenta qorosiga barat. Shu. Barat. Ya. Siz men tunimaysiz. Shunaq. Sizlar ko'rishgan jiddiy bir ish bor. Bak muhim ishdi. Ya. Telefonda deyish bo'lmaydi. Xapo'may bir adresingiz deb aytsangiz, men sizni izlab bo'lsam bo'pti ekan. Mağdım. Otan, ben berip gireye. Ben bildi baray. Ya. Sen berip de, avaramına bak. Pılçıkkas kaytıp girerdi cüme. Yükşür pılçıkkın ne dehi? Hop bol.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Obda qildingizmi? Men mavilqa Chimenta qorosdan baratchan bo'laman. Tunugün siz men bilgan eski tuski bir narsa chiqqan vaqtingizda mening ayolim bir ma'mul choponni sizga berib o'tibgan. Shu choponni bir menga bir qaytarib bergan bo'lsangiz deb kelsin. Bayatın eliq telefon qilgan siz shumi? Men shu. Baratcha. Shu. Man qarang, men unda narsalardan kunda bachchiq yig'ib olaman. Qarasi bo'libdi bu. Shu eliqi tunugün tushdan keyin eliqi bir uşaqlarning bir eski bir o'yinchiq mashinasi bilan birga yig'ib ketgan eliqi mamuq chapan menda mamuq chapan. Manda gap barcha. Men odatda oila elektr uskunalari uyda to'plashib yig'ib olaman. Anda konu işten paypak pişmanı ben çıkmayayım. O Raz. Tunugün düştün ki Sametcan bağ şu maşinamın kendine bir çapanda şart buldu ki. Şu. Şununla ben o pişmanı yığılamağım dedi. Mama takılmış işten paypak şu pişmanı yığıdı da mama takılmış bir öğretkenler. Bu kanda yapıp zaten çapan nerede çapan? Gözünüzü tutuyorlar. Bak öyle kırma bir çay içip demeniz de eleveylere ana dikimde değişmeyin. Karan, benim öyle kırıp çay içinde keyfiyatım yok. Ay çapanı dersin hep geçsem yapamazsın. 3-4 koy bire çapanı bir kaykırıp durma. Hemen takıp geçseniz o konu çapanga. Konu çapan boğumda bek muyum çapan de. Bunda ama. Bak insan bu oy. Bana dalga dağıdı. Hey! Toxtacamma! Qandaroq ahvolinglar? Menga qo'ldinglarmisizlar? Men uyda. Ma'qul, sizlar bag'ishtiringlar. Men birdan dekim boraymi? Ma'qul, xo'sh, ma'qul. Shuning bilan endi qarang, men abiyatim dedim emasman. Men mush ay elektr uskunalari bilan uyda turib chiqyapman. Anda konu işten paypak pişmanı Mahmut Haşu yıkmalıdır. Mahmut Haşu'nun hazır gelip cuma etmişme. Mahmut Haşu? Mahmut Haşu'nun ki telefon numarını bilemsiz? Mahmut Haşu'nun telefon numarı mı? Ben onu oynamanda uçraşkanları bir salamışıp koydum. Telefonu yazmap dememezsin. Anda olsa ünü o bilersiz, ünü. Ünü demez. Parayı demsiz şuya. Parayı. Bağımsa bu mayda. Siz makolodun çıkar. Ay yol bilsiz Ay yoldan 10 taraf 3 taraf yoldan. Sen yukarılap malsınız. Afiyet 62'de var. 62'de. Şu yerde tursanız 63'de. Bence ödün. Hemen çıkmaysınız cuma. Her savan san bilemsiniz. Bilime. 602 yolun 60'ı çıksınız. Orum yoksa ürtürsünüz mü boluda? Aras 60'ın rengi seyrek. Eylik akcuma ama insanızı tutuluyla bana. Bir hoş ol kolay bir kıskırak demem kıskırak. Tepsili depemsem ezip kalırsız deyme. Anıl dinkiyen 60'ı çıkmagan dinkiyen. Tört bitet mangan dinkiyen 60'lar o. İyice
İki binanın aslını ötep gidiler. Ötep boğan diken bir bekat var. Üyerine düşsüz bolmaydı. Enan dinken, yani tahminen 3 bekat kalgan dinken, abdaz var o, yani yolun üstünde yol var bir köprünün aslını ötep gidiler. Üyerine düşmeyseniz. Ben hoş kopulay kıskara. Ama depensem ezikeksiz deyler. Enan dinken siz mene, en ağırlı bekat kıvağında, şoför kıstan absızın şunu deydi. Şu vakit absızdan düşerseniz, yolun karşı sol tarafı üder. Şunda yukarılatmalı sol taraftan cumar, şunda malsınız sol tarafta küçük bir daha kocu var. Aşağı verip, Mahmut Haşun'un uyu kase değilsiniz, aşağı verip Oy karam. bunda enak bir orunu dememsin, orunu orun. Birini demezma. Maskipal takat şunlarından deyim. Dondalı adı gel kaç abilik benim şu emezma. Bunları demeniz deyim. Kaç çok ezmanızı izip durgun yapıp etmez. Yarım saat önce düşöymegen bu yerine. Hoş vermanı. Bazı sebbi var canım var. Tamma kül dolar. Abdüzi gül bolar. Yalğız atның çenge çıkmaz. Çenge çıksımı tenge çıkmaz. İstikballık karxallağa. Məbləğ salsan ziyan çıkmaz. İş birlikte, iş ümlükte. Birləşsiniz bağı bostan bərpa bolar. Her koydu her gün Senmeydu hiç kimne kim Beni beksin dedinla belki Ben aslida mertehi barar Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçenlep yaşaşlıyım Abbanım ne diyecek o yaşlıyım Ben sırdışı bana koyaşlıyım Ben aslida levz için baram Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçenlep Bir astı mağdıran bir maşiniki ne bu? İşe karısı mı içtik mağdı bunu olur? Ne bir de astı mağdırandı?
qo'rqinchida. Voy tez bo'ling deyman. bo'ldi? Voy bir bulanch kelganda. Qilya bulanchi. Voy qo'llab keladi. Voy Ya to'xta. Voy, nima bo'ldi? Nima ayolimga keyin kirib olding? Voy, ayolingizga keyin kirib olmadim men. Rost gap qildi o'tira. Voy, rost? Rost gap qilaman. Men qo'rqimsizga qo'yib men tushuntiray. Voy, men ayolingizga keyin kirib olmadim. Men o'zimning bir narsa yutib ketganda, shuni izlab mengamatman. Siz qo'l takizdimi? Yo, o'zim qo'rqib shu. Ha, yo'lag'ima. Qiziq kida bu. Sarangmi bu? İşten. Yalnız yapıldı. Men intan yaxshi adam qarang. Mening at chopni men turgan shun kelib qolgandim. At chopaniga qarang. Bizning uydagilar aqli chiqadigan odamlarga berib qarang. U aqli chiqadigan odamlar uddilaklab suning men uyga tashlab qo'yapti. U chopan bo'lga intan mun chopanda. Shu chopning ag'in kelgan chopanni epasangiz ekesam. Ha meningki. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Qara. Oyog'imni ishtog'i olib yatan. Tishlab yitib qarang. Shunga oyoqdan bizni bergan bo'lsangiz, kiyib olsam bo'pti-ki. Ala, oyoqni. Rahmat. Qara. Machapam bo'lga qarang.
bek mühim çapadan aldım. Bu çapan oğu uzun yıllık tarihi giden bu çapan. Bu çapan oğu tedbağını bu imtihan koşmuş. Bu çapan oğu sizni men öğüt tuzumu duruyordu. Lekin mening ekipkim yaxshidan. Bu çapan oğu alamet çapan. Rahmet. Ada adam aykara yekpaya sadeki işitdim. Bana racı be. İşe kılacı be. Zanlık ketkinim müştek durun. Adaş karaden ayırgan batak Adaş pek moda kişi mi bu ya? Biz mevzudan başlamışlar ki baksak bu kadar kişi mi? Kip bakalım ya. Ne adamlar var? Yüzden keyin çıkarmaydı. Zanlık ketkin. Sarara. Lay lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ay. Lay lay lay. Hutun. Hey Hutun. Kimsen? Hey Hutun. Hey, qani sen deyip tuz chiqa. Mana chapanni deb keldim. Qara, yuzimni ko'y. Baki mana. Ne bo'ldi? Аңа chek-chekli qarab tursan-ku. Hey, Xutun, sen saqma ya? Bu pulni tepkensem, hoş olmay, yığlab yürüsen ko. Endi degine, maqbul nereden paydo bo'lib qoldi? Nereden paydo bo'lib qoldi edi ko? Bu o'zimizning puli bu. Burun pulumuz yo'qdi. Tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi bu pul. Sen bizni puldan qisib, kimga yig'ib bermoqchisan bu pulni? Voy bu, qiziq gap qilding xotin sen. Bu kimga yig'ib berma? Shu oilamiz uchun chiqqan pul bu. Pul yig'sam bu, pul yig'sam bu mushundoq yig'amsan? Mush eski chapanning ichiga shuncha pulni tiqamsan? Hey, sen ben bir yuşurup pul yığsam, ben hoşup gitemem ha. Şunca yıldan beri bizni puldan kısam, pulgu zar kısam, uşakka kısam, tasıklı kısam, çöpeyli kısam, boptu bir tane balam varken.
deb uyga chidab keldim. Bugungi kunga kelgan vaqtda, ata bugungi kunga kelgicha men bir mo'jam pulni sendan bir so'roq hashlab baqdimmi? Uyda men sening xotiningmi yo bola boqadigan bola boqchimi? Bo'ldi to'ydim. Menchu opamni uyga ketaman. Xotin. Necha yildan beri birini ochiyolni qo'ymay, guldek chiroyli beqib kelyapti men-ku. Niyeting durust bo'lgan bo'lsa-chi, qara, menda yoshirin pul yig'maytding. Menda yoshirin pul yig'ib, boshqa xotin olmoqchimisan? Bankka qo'ysam omamda bu pulni. Xotin, bank degan bog'i ishonchlik emas. Anam ko'mgan, atam ko'mgan, umrimda bir qatim ko'rib boqmagan odamga mushunchalar pulni tutqizib qo'yamdimi? Jinim xotin, appa xotin, qara, men gapimni anglamamsan. Gap degani javobsiz esapma. Mavaydu talay qitimlab shunday jiddiy pul lozim bo'lgan vaqtda bir mo'jam pul ashib qashay demaysan. Bu pullarni bizga oshkor qilib qolmaganmisa, go'ringga ketibdan. Gap qilmasam, ajab cho'gindagida qaynab ketding-a? Bugun kichiklarning ajab bir chiqib ketdi-ya. Men senga deb qo'yay. Ma chapamni ishqib tashlab etgandan gap qilmasam, ajab bir so'zlayversan-ku. Nim demakchi? Gap qila, zodi nim demakchi teng. Nim demakchi o'g'limchi? Hozir deb bermaysan-a? Mashni ajab o'ylasa kallamdan faqat o'tmaydi. Shuncha yildan beri bizni pulga qissa. Mush o'tkizgan pul zar bo'lgan kunlarimni o'ylasam, ma qo'zg'im bag'o, esilib mingtaga olib ketdi meni. Bo'ldi. Mening farqacham qo'shdi. Dod chiqqanga men sen ajrashman, opamni uyga ketaman. Ras ketirningmi saran xotin? Ketmang, albatta. Ben uyumluca, apolonu kendine çarpıştırmam. Bilal, Bilal bana, mamamın ikisimiz biz. Abba, üçümüz kelsek dadam yalnız kıyınlıp kalmamdı. Balam, dadağını pulcuk, kendine çarpıştırmam haşlıvarsın. Xotin, Zo'r ko'lamda xarida mulozimati xodimi qabul qilinadi. Shinjong Aldus shirkatining qurg'uvchisi Yasinjon Keram uzun yil tadqiq qilish orqali hayotlik oziqligini ijod qilib, el sog'lomligiga zo'r to'hfalarni qo'shib kelgan edi. Bu qitim uning bu texnikasi markaziy televiziya stansiyasida tanishtirilib, qaytadan ta'sir qo'zg'adi. U jasorat bilan yo'l ichib ilgarilab, rayonimizdan halqib pishgan Aldus biotexnik shirkatini qurib chiqib, ichki o'lkalar bozorini keng ko'lamda yetishga kirishib ketdi. Shu munosabat bilan shirkat zo'r ko'lamda xarida mulozimati xodimi qabul qildi. Bular uyda o'tirib to'g'ri yuzli xizmat qiladi. Balam, dadağını pulcuk, kendine çarpıştırmam haşlıvarsın. Xotin,
Ma yeshimiz bu yerga kelganda to'la sertlashmayli. Choponda keldim ku. O'zanga nima bo'ldi? Oy, nədəki gətini qıpçırıydı bu? Sət olduqan bildiği adam nemiş bu işini qıған? Hali obdan xotinmi desam, tish yolasın, o'zi qo'sam. Oy, ha? Közündən tish yolas gömüb ketdim mi? Açığı gəlgəndi bax o, müşkünçü yolas olub gitdi. Közüm yolas gömüb ketken bolsam bax o, sumurum bax o, pulum neyle? Köçüq çıxıb, taz çırayla maymundan birini ekirib alar mı yerge? Jür balam. Balni ne gapirsa? Men bilib ketdi. Unda gap yo'q. Bola men bilan qoladi. Abalni mavidi qoldigan bo'lsa, qara, aşıqni yurib qoldi abalam. Tehe, davatgan gibini. Qarab baqa, mana sen baqqan bola mushu urug'lab, oqqunaqning shig'idek bo'lib qoldi hozir. Qarabdi, men qanda baqdi ekanman. Qani, xo'sh, marhamat, ishga ayna. Ko'rmiz, qanchalik baqsan ki bu balani. Oy, opam rostga ketdi-ku. Bo'ldi, xotirjam bo'la. İşte o'tgandan keyin qaytib keldi yana. Bo'ldi, sen kallang chachmay, uyni shuni qilaman. Ma xotinning menda mijoz baliqini nechun o'titib. Hech bilmaydi ekan buni. So'rangan bu. Dada, nima qilsa? Ko'rmadingmi? Televizor ko'rayapman ku. Ras, bugun hech pullaringni sanamading ku. Sen meni zon qilatamsan. Kichik bola bo'lgan ekan, bunday ishlar aralashmag'ina. Opamni mo aralashdi deb ketkizyapting. Bo'pti. Men aralashmaymiz. Balam. Pul deganning vog'i bir uchi bilakda, bir uchi yurakda degan gap bor. Mana nechilniq aron tasda 1001 chapada topgan pul u. Manda bunda sanab tursam bog'i ko'nglim xo'sh bo'lib qoldi. Sanga pul bosla bo'ldi-ku. Opam ketsin, qaring yo'q. Qaring yo'q? Opangni qarim bo'lmay men ketkizyaptimmi? O'zi yomonlab ketsa qanday qilaman? To'sib olsam-chi? Ma gapni. To'sib oldim-ku. To'sib olib yolvormagan gapim qolmadi. O'zing bor. Yana yomonlab ketdi-ku. U bir tepilmasni xo'misimti-ya. Opamga demay pul yig'magan bo'lsang, opam ketmaydi. Ma gapni ko'ram. Bilam. Pul yig'gan bo'lsam bog'u, ha biringlar uchun, ma uy uchun yig'dim. Xato qilibdimanmi? Sen nima qilib bizga qajlab bermaysan? Qajlab bermaysan? Balam, pul deganni bog'u, qajlaydigan ish oldimizda. Sen taqa bog'u, dashida o'qiysa, xotin olsa, shu vaqt qajlaymiz? Ha? Voy. Gapim qarasam, saqala cho'ngib qolgandek qilishmi? Senang sal opangni ko'rgin kelib qolgandek qildi. Bo'pti. Berib opangni ko'rib kelaman. Bo'la, berib kel. Sen bormamsan? Men bormay turay. Tax opangni ochiq yonmidi. Ikkinchi bir gap bo'lsin-a. Opamni ko'rgim keldi. Lekin men qo'sqim bek ichib ketdi. Qo'sqin ochgan bo'lsa, ochganda non bog'i chiqib yemamsa. Kunda non yeveramdoq. Uning ustiga nonda qechib ketibdi. Bilam, qetib ketgan bo'lsan, o'g'il o'g'andikan, ma qo'lingda kuch bo'lgandan qas-qus uyshtib, chiniga chilab, to'piga choy qo'ysang, yemishaydi. Shuna qilib ichmamsan. Bir qitim meni teshiga chiqib bunda. Tomoqlar kirib, bir qitim tomoq yegsam bo'ldi. Gapni. Kichik bolada.
Ey, teşiğe çıkıp aşkanda yegen bir vakt tamakның pulu vağı, ma öyde 3 vakt tamak etkin oldu. Bilem sen? Әмісі самаға итіп бір. Ben tamak etişini bilmesem. O yücep opam tamak etken vaxtıda aşkan kırılıp, anı dep, manı deytten, azirem tamak etip etsem, ütenmeymen dep. Vay oy, ma balı nımında kot kotta. Hey, cep beşimni koç bile ettin ha sen tolu gep kılayıp. Әміс бір тұқым қорып бәсің бұла? Vay maqul, qo'rib rey, men qo'rib rey. Yo, maning mijozi onusini tatib diyama kot qilishira. Maqla. Men qo'rib rey. Kot bo'lib diyama maqul. Ha? Ha şu sen deganni qilyapman ku. Voy. Unda quyuversan poşka olib qoldi bu. Voy, sen nimani biladi ha? Oho, arlashib hamda. Va bana ishini qilib turay bo'ldi chiqib. Ama şike koyuyorsan bununla. Şike dedi ya. Tuz var, tuz. Şike mi oldu da? Evet. Bu şike mi? Tuz bu. Bildiğandım şu. Yemeği mi buldu özene yine? Evet, takı. Yemesen yemeği ne? Bundan ben kızmaydı ya Mahmut. Dada bir şişet oldu. Ne bu kovasın? Şişet. Vay qo'rvatma. Onu ikilerik şişet diyor. İşim olmadı. Qo'rvatma mı? Dedi hadi bu. Pişmedi tıka.
Aşkana mı ya? Balcı mı? Aşkana, ne oldu? Esimi o, bu mu de? Bunda bir çay payı gelseniz, işkeç oturayım deyim lan. Ha, Rast. Nimce içsiz? Bu aşkanamda ne çay var? Kar çayı var, dağ çayı var. Oğlum, ne çay ise? Kola. Çay dedim ada çay. Biz kar çay şey. Ma aşkanda çay bakalık mı ya? Bekalık? Anda o soğukkan. Aşı kınık demlep kar çaydı bir çenek ekilen. Mokla. Öfkeme. Bu bir yolda işki mangıcı. Ama da ne mi tamak yeysizler dep tamakını mı yezitip bıraklı mamamsız deyim. Rast. Nim tamak yeysiz? Ne tamak yeyse? Gembe sonra. Gembe sonra kaç var? 18 koy. Oy bu aşkanda tamak bek ezan da tutunla. Okşaşken koy. Bek azan. Başka aşkanı 20 koy. Bizning aşkan 18 koy. Yazan demek gembe so'meni birini. Yesin. Yanchu? Yana Mana bir ding so'meni birini. Ding. Gembe so'meni birini, ding so'meni birini kavab yensizlar. Oy, yo'q. Yemaymiz. Biz vaqo uyda birligen go'sht yeb chiqqan. Ha, shundoq. Otuz koyapti. Berildamsizlar. Voy ukam, bu tamoqni yemay turib pul to'laydigan ish nerda va? Qoidamiz shu. Biz tamoqni yeb qechib ketmaymiz. Men tamoqni yeb tulsakmi? Bo'ladi va. Men ishni ketishman bu. Birdan saqlab turinglar. Ma'qul, saqlab tur. Ukam, biz tamoqni buyurtib olgan. So'miya yeymiz, so'miyan. Ukam, bir ding so'myan, bir gemben so'myan. Ondan sonra her ikisini ding qilib bersinmi? İstek chiqdi. Ya, ben gemben sonra yeme. Ondan sonra ikisini gemben qilib bersinmi? Tez chiqdi. Men bag'o ding so'myaymi, ding. Birdan saqlanglar, ha? Ma'qul, saqlayli. Shundoq gap tezroq bo'lmamsiz deyman, qo'saq ichib ketdi deyman. Ma'qul aka qo'rg'atida hozirsiz. 90 so'm yegan laqmali salomamda. Kim sizga 90 so'm deb talab qilmava? Ne vaqt deb ding so'myamiz, gemben so'myan deb qanday degan gap bor? Bilasiz buni. Ma'qul aka pamesman. Qanday degan gap bor?
Elbise. He. Yani. Mangmaya! Kim sana ömüfen depti? Etge yakottas bir piyaz çeyğim yok. Kanda dige aşan bu. Mana onun da kupa kitimiz oldu. Yemizde yemek bunda tamakne. Muşum mu aşan oldu mu? Kim yiysiyorsun mana? Kim yiysiyorsun bunda tamakne? Mana nerede bolsan apra? Ay Mehmetcan! Siz hata çıkıp koyupsiz. Bular çok cehennem buyurganda kıvatkan. Cehennem? Ha? Anime de. Zo'r ko'lamda xarida mulozimati xodimi qabul qilinadi. Shinjong Aldus shirkatining qurg'uvchisi Yasinjon Kerem uzun yil tadqiq qilish orqali hayotlik oziqligini ijod qilib, el sog'lomligiga zo'r to'q bilan qo'shib kelgan edi. Bu qitim uning bu texnikasi markaziy televiziya stansiyasida tonishtirilib, qaytadan ta'sir qo'zg'adi. U jasorat bilan yo'l ichib ilgarilab, rayonimizdan halqib Shian Aldus biotexnik chekish shirkatini qurib chiqib, ichki o'lkalar bozorini keng ko'lamda echishga kirishib ketdi. Shu munosabat bilan shirkat zo'r ko'lamda xarida mulozimati xodimi qabul qildi. Bular uyda o'ltirib, to'g'ri yuzli xizmat qildi. Qabul qilish shartlari